Teparlik aka-ukalarim, bilaman. Yil bo'yi ishladingiz. Sinfdoshlar bilan atayli bir kun bo'lsa ham bir vaqt ajratib dachaga yoki bir joyga borib dam olmadingiz. Ustiga kirikni yig'ing. 3 ta, 4 ta, 5 ta yetadi. Oshig'i kerak emas. Ustiga kirikni yig'ing-da. Mana shunaqa atmosferaga bitta bosoring orasida ham. Mazza qilasiz. Bo'rttirish emas. Tabiat haqiqatda zo'r. Kelish kerak. Mazza qilish kerak. Mana balonlarda sirpanib, yoshlikda bir eslab, yaqin o'rtoqlar bilan o'rmonlarda, qorlar, tog'lar, nima so'rasangiz bor. Eng muhimichi toza havo bor ekan, toza havo. Faqat meni qarg'amanglar, meni kechiringlar, sizlarga men atmosferani ko'rsatmasam bo'lmaydi. Bu ko'rib turganlaring Oqqo'yon o'rmoni. U davom etgan. Bu ag'da dachalar bor. Ag'da dachalar bor. Kelib bemalol dam olsanglar o'rtoqlar bilan. Pastda akalar nomerini qoldiramiz. Bemalol ustiga ko'rik do'stlarni boshlab kelib mazaqdan olib ketsalar ham bo'ladi. Bu videoni yaqin sinfdoshlariga ustiga ko'rikka jo'natib qo'yamiz.